Assalomu alaykum yurtdoshlar. High-tech uslubida yangi Novostroy 3 etajda 83 kvadrat metr ayrim jihozlari bilan kvartirani sotib qo'ydik. Joylashgan lokatsiyamiz Sharq bozorining yonida, marshrutkalardan, gaz, suv, svetdan, transportlardan muammosi yo'q yurtdoshlar. Gelib görüp savdolashib olaverasizlar. Xudo xolasa girib birgalikda tanishib chiqamiz. Like'larni bosib kuzatinglar. Zanalniy Prikroskadan Shavat Mustundan shunday xonqa yo'lni aylanamiz. Shu Sharq bozorining yanına kelganda telefon ursangiz mulk egasining nomerini beramiz yurtdoshlar. Qani ketdik, birga tanishib chiqamiz. Marshrutkalar, gaz, suv, svet, transportlardan muammo yo'q. Qani ketdik. Yine yurtdoshlar, kvartiramizning ichkari qismiga yetib keldik. Yurtdoshlar, bu girish qismimiz, spalnyamiz, zalimiz. Yine bir de открытие bir katta hol, kuxnyamizni shura qo'shib qo'ydilar. Umumiy kvadrat metr ekranda yozib qoldiriladi. Dizaynini baho beringlar yurtdoshlar. Like'larni bosib beringlar. Do'stlar, kvartiramizni o'ta stil bilan cho'tki dizaynda remont qilingan, ta'mirlangan. Ko'rishingiz mumkin. Gilamlar ham ajoyibundan döşab qo'yibdilar. Girish qismimizda eshiklar ham e'tibor beringlar yurtdoshlar. Ukrainskiy eshiklar qo'yilgan, matoviy покрашенный. Tak, o'ta stil bilan tuzilgan. Medina o'tirib ovqatlanadigan stullarimiz, polkalarimiz, suvenirniy, xullas, knижный. Nebe tomonimizda yana oshxonamiz yurtdoshlar. Bu холодильник joyi. Tak, bu yerda посудомоечimiz, kafel fartuqlar urilgan. Bu yerdan посудомоечий, gaz plita, vычишка do'stlar. Konturli настенный kotellarimiz bu tomonda. Perdeler asılgan iki aynamız qaragan bu yerda katta shunday объемda do'stlar. Mehki mebellarni ham ko'rishingiz mumkin. O'ta stil bilan tanlab olib qo'yibdilar. Yurtdoshlar, kattaligina gap yo'q. Konditsioner bor turibdi, shkaf bor. Isitish tizimlari registrlaring, sifatli qimmat bahosidan qo'yilgan. High-tech uslubida ta'mirlangan, jihozlangan joyimiz do'stlar. Lyustrani ham kattasini nasib qo'yibdilar. Smart TV televizor bu yerda, akvakulerlar, в общем, laminatlar masalasi, yani chishib qolmaydigan o'qlar eng qimmatini olib o'tishganlar. Ko'rishingiz mumkin. Bir oilaya dim maksimal sharoit bilan qo'yilgan. Birine oynasam bor ekan. Tak, avtomatlarimiz bu yerda, kulchatorlarimiz bu yerda. Utepленный ikkili eshiklar qo'yilgan do'stlar. Tak, spalniyalar bilan tanishamiz. Spalniyaga keladigan bo'lsak, yine ordinarniy spalniya turibdi bu yerda. Shkafni ham yine kattasini o'rnatib qo'yibdilar do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Lyustralar, perdeler, yurtdoshlar. Bu yerda yine ders tayyorlaydigan kompyuterning stoli. Ajoyib, oluvchilarga nasib etsin. Детский, женский komnata ekan. Bu yerda yine bir spalnyamiz bor. Buraya giremiz. Spalnyada ordinarniy spalnya. Dizaynni bahosini berasizlar ham aytamiz yana do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Cho'tki svetlardan foydalanilgan jihozlardan, remontdan. Avvalniy g'alalar. Umuman gap yo'q. Inshaalloh sotilishina sababchi bo'lamiz. Oluvchilarga yetib boradi. Like'larni ayamanglar do'stlar. Kanallarimiz под ключ. Bu deməli bu taradan televizorli xonamiz. Gilamlar do'stlar. Like'larınızı kutib qolamiz. Chunki bu narsa bilan videomiz kengroq tarqaladi, bilasizlar. Sanuzulimizni berdi. Sanuzul yurtdoshlar. Da potalka kafellar urilgan, sifatli qimmat bahosidan unitaz rakovinalarimiz ham ajoyibundan o'rnatilgan. Polotnetsa sушитель, Ariston, katta vannani edi. Divanada o'tirimiz. Tak. Sanuzul katta tushgan. Yurtdoshlar narxina keladigan bo'lsak, kvadrat metrga keladigan bo'lsak, ekranda yozdik. Kelinglar, ko'ringlar, savdolashib, halol kelishtirib olinglar. Wi-Fi'miz ham bor, Smart TV televizorimiz ham bor. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Shaharning qalb markazida Medin sut yaqin. Do'stlar, like'larni bosinglar. Xudo xolasa sotilishini sababchi bo'lamiz. Omon bo'ling. Keyingi videoklarimizda ko'rishguncha xayr.